Toshkentdan chiqqanimizda qo'limizda Gugurt edi. Keyin Redmi bo'ldi. undan keyin iPhone 13 bo'ldi. Mana endi Qormay aka. sog'omasa keldingizmi Siz sizmi aka? Sarvar Sivas. Sarvar Sviyaz bratdan hozir biz barter qilamiz iPhone 13 chi. Nimaga iPhone? iPhone 15 ga. iPhone 15. Rozimisiz aka? Albatta. Xorazm, yorvordinglar. Gap yo'q. Gap yo'q. Xudo xohlasa Toshkentgacha inshaalloh uy bo'lsinmi? Inshaalloh. Inshaalloh. O'zi Toshkentgacha bu nimaga aylanib ketishi aka? Odamlardan ham ko'proq o'zimizga qiziq, to'g'risi aka. Har doim biz ochib ko'rishimiz kerak, ishonch bo'lishi uchun. Buni ham ochib ko'ring odam. iPhone 15. Plombasi olinyapti. Voy, rangi. Yo, aka prosta Gugurtdan iPhone 15 ga chiqib ketgani bor-ku. Okani quruq qo'l bilan jo'natib bo'lmaydi-ku. Ochi oz okajonim oz. Aka, shuncha charchab keldingiz-ku. Bit turib ketasiz. 70 ming podpischik bo'lganda kuzataman. A bu kammi? Bo'lgan. Hozir 3 million 100. Shunaqa eski podpishchilarga mana bunaqa iPhone 15lar jalka emasdi. Ertaga aka biz Buxoroda bo'lamiz. Kommentariyaga yozinglar, Buxoroliklar sizlar nimaga almashasizlar? 1, 2, 3 Buxoro! Ertaga yo'lga chiqamiz.